Qozonda şu kadar zor konsert kararlı orunlar da jetmeydi sinikende. Ama bizge bir 300 orunluk klub olsaydı biz vaşa bir baxtlı bolar edik. Şuna göre biz köpten endi munda yurgan var indi Lafuzovkay, munda ya ittifaqның 10 yıllığı o'tkazilgan edi. Официаль ravishda o'tkazilgan мероприятие bu haqiqat o'g'il, u birozdagi spontanniy, neformalniy endi biz o'zimiz nechikdir o'ynaymiz, quribbiz chunki tigilni o'tkazgan edik, biz o'shadi bizga bu format. Shuna ko'ra biz qayda qarib deyman, kishi kelirmi, chunki bizda shu tilak endi tadala butun yerda bo'lirga tegishlar, Lafuzovda bo'lirga tegish deb aytganda. Ikkinchi boshqaruvchini chaqirgancha men undan so'radim, men aytdim, Ildar sening turda narsa deb aytdim, u aytdi, ayt, men qora ham shibar. Unda 10 kishi bizni qatnashar, ularning ikkisi 26 aprelda kirar sahnaga. Bas oyoq basır indi. Ham sadık kişilerni kim oynayala, çünkü kişiga umuman kişiga narsa kerak. Tomoshachining e'tibori ema. Shunaq biz o'rin beramiz, kişiga shu kuni 12 apreldan boshlab endi kimning tilagi, kimning vaqti bor edi, ema bizlar bilmaymiz kim jinglar endi Bresen kanalida jing'ishi bular. Sahnada oyoq basır ham ikkinchisi biz saylagan. Bizlar sporoshib berib bizlar kimni deb endi, ema chunki bizga ko'nglimizga yaqin kishi kerak. Chunki tomoshaning o'z fikri bor, bizning o'z fikrimiz bor. Ana kimni kiritirga, kim bizning muhitga o'rinlaydi endi. O'zim Алтаныш жағынан bo'lam. Endi ijodimizga kelganda menda tatarlar bordir ishlaymi? Almashlantirib narsa söylegan. O birinchi yildan beri endi jurlar yozamiz, sakrnab o'zim ko'proq kompozitor bo'larak aranjirovkalar yozsam, kiylar o'ylab chiqaram. Bizning shunday tilagimiz bor endi albatta Qozondan ijodiy ishlarni birlashtiruv, endi turli yoqdan shu bir problema endi biz bir-birimizni bilmaymiz. Qay vaqt kim bizdan ne qadar talantlar bo'lganin, shularni ishlarga bir sahnada, bir studiyalarda birga ishlarga shu tilagimiz bor. Senin bilan irkan meni tergazirmen утны суларна. Отношение именно к таким мероприятиям у нас положительное, потому что... Были уже татарские вечеринки? Да, были в том году. Это проводилось в Доме вне времени. Сейчас это проходит в лофте. У меня отношение очень положительное, потому что здесь все-таки неформатная обстановка, и все могут познакомиться, пообщаться. Siz endi olib turibsizdir, biz har vaqtda shunday turli plashatkalar saylaymiz ham. Men Radifga hali aytib ulgurmadim, o'ylab bordim. Maydab kelasi Paternikni yo'l ostida переходda ikkinchi taqir uzrashamiz. Bunkerda ya. Atiyaliyim baxtim, atiyaliyim şanlığım, kunca uçar qanatlarım, meylenmez baylığım, siz iken dost, siz iken akıllıya sensin alem, tüllü ömür yaşaysan var be. Bılay kızırak benim kızlar İsimdemem Zeygök işte Beylendiler Çeşler çeşke İsimdeme isimlerini yazıp koyduk ya taşka yaşıp Bu Moskva kide sinden başka